Ustozlar jamiyatda hurmatga sazovordir. Ular insonlarning turmush darajasini oshiradi. Ular odamlarni tarbiyalaydi va insoniy fazilatlarga o'rgatadi. Yaxshi jamiyat qurishga hissa qo'shadi. Bayramingiz muborak aziz ustozlar. Ustozlar, ular millatni ulug'likka yetakladilar, insonni yutuq qildilar, dunyoni yaxshi tomonga o'zgartirdilar. Ustozlar bizga qalamni qilishdan muhim ekanini o'rgatdilar. Bayramingiz muborak bo'lsin aziz ustozlar. Ustoz deganda har qaysi inson ko'nglida chuqur hurmat, ehtirom va cheksiz minnatdorlik tuyg'ulari, shu bilan birga hech qanday boylik bilan o'lchab va ado qilib bo'lmaydigan qarzdorlik hissi paydo bo'ladi. Bayramingiz muborak bo'lsin aziz ustozlar. Ustoz, murabbiy, o'qituvchi, bu so'zlarni eshitganimiz sari ko'z oldimizda mas'uliyatli kasb egalari yillar davomida o'quvchilarga bilim berib, ko'zidan nuri ketgan, sochlariga oq oralagan insonlar gavlanadi. Bu zahmatkash insonlar qancha izohlasak ozdir. Aziz ustozlar, bayramingiz qutlug' bo'lsin. Assalomu alaykum aziz ustoz va murabbiylar. Sizlarni 1-oktyabr ulug' bayramlaringiz bilan muborakbod etaman. Dunyoda shunday kasb egalari borki, ularni ham ustoz va murabbiylar tarbiya qiladi. Shunday ulug' bayram bilan Agrobank Gullar filiali nomidan sizlarni muborakbod etaman. Rahmat. Ustoz otangay ulug' degan maqol bor. Bu olam ma'noni anglatadi. Agar otani farzand dunyoga keltirsa, uni kamolga yetkazadi degan yutuq inson keladigan buyuk ustozdir. Darhaqiqat ustoz buyuklar ichida buyuk zot. Aziz ustozlar, bayramingiz qutlug' bo'lsin. Bugun biz o'z qalbi qorini, ko'z nurini, mehr-muhabbatini, kelajagi buyuk yurtga barkamol avlodlarni, komil insonlarni tarbiyalashdek mas'uliyatli vazifani zimmalariga olib, bu oliyjanob ishlarni sharaf bilan bajarishga bel bog'lagan ustozlarimizni, muallim va murabbiylarimizni bugungi bayram bilan muborakbod qilamiz. Bayramingiz qutlug' bo'lsin aziz ustozlar.